Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qiyindaşlar yaxshi turdinglarmi? Bugun naq maydon suhbat ochdik. Hammamizga ayon İdris Hasan apandim Morocco turmusidan qutulib chiqib, hozir Amerikaga sog' salomat keldi. Biz suhbatimizni boshlanishdan burun İdris Hasan apandimning xonimi Zaynura xonimni ekranimga taklif qildim. Ozroq hissiyotini bir tushuntirib bersin deb taklif qildim. Assalomu alaykum Zaynura xonim. Alaykum assalom. Birinchi bob muborak bo'lsin. Alhamdulillah deymiz. Mushu hammamiz bütün muhojiratga Uyg'ur qarindoshlarimiz xush xabarni angladik. Sizning bir ta'siritingizni olay dedik. Shuning bilan marhamat. Siz boshda mushu xabarni anglagan chog'da qanday tuyg'uda bo'ldingiz? Başta xabarni algan çağda hayran kaldım. Yani rasmo yalgamı degendek işenmeslik oldu yani hayran kalıp yani. Çünkü tehi çarşamba günü yolduşum türmede turup telefon kılganda hiç bir yan haber yoktu o vakta. Çünkü yolduşum her düşembe, çarşamba, cüme telefon kılalaydı bana. Fakat her katım telefon kılganda 10 minut etrafta aranışa yolduşum menden başka adam kim telefon kılamaydı. Şu advokatlarımı şu men alakalı haber yetkizsin gerekiyor yolduşum. Gün çarşamba günü şu advokatın gap sorsam şu tekiyan haber yok. Hep hem kalandı. Lekin çarşamba günü sot etildiğanlıqını degan şu sotның mu endi qandaq tariqada etildiğini hiç meni bilmek. Çünkü sot yolduşumga demeglik, yolduşumni qatnaşıda demeglik o sotga. Şu yolduşum baylıqı yıl bulap endi 3,5 yıl bolup ketdi emas bu yerde. 100 yalğız bir kam turup atqaly. Bu sot nemi sot qanda sot man advokatlar hiç biriga kelip man tushundirish bermedi dep yıl bulup çarşamba çok. Anaqa haber kelmegen keyin o sot to'g'risida bu yoki boshqa to'g'risida. Shunda yıl bolup achchig'lanib ketgandi. Lekin çarşamba kech bo'lganda yo'lishimda faqat bir qatim telefon qila oladi zaten. Lekin haber yok dedim. Yo'lishim shundaq ümidsizlanib, achchig'lanib, yana necha oy so'zilib ketadigan o'xshaydi. Men yana necha oy yotadigan o'xshayman bu yerda deb shunaqa nima qilib ketdik-ku. Ko'ngil yerim bo'lib degandek. Shundan kech bo'lganda advokat telefon qilib, Marokashda ochilgan sotdan hozir qo'yib berish qarori chiqdi. Men nimaga hozir nimaga borman turmaga qo'yib hozir qo'yib berib qolsam men olaman sen deb boshladi. Deb nima qildik? Saqildim. Kech soat 1largacha bir xabar kelar deb saqildim, ammo nima kelmadi. Men qanda bu endi keyin araliqda uchur qildim. Advokatga qandaq bo'ldi, qo'yib berdim desam, nimaning turmaning kameridan chiqdi, lekin hozir soqchilar bilan imzo atgan bu ishlamlarni qilyapti degandek ashnaq dedi. Sonra bundaq kechib ketkichim qilamgan bu ishlamni deb shu saqlab mumkin hamda uy chiqay deganda chiqamay yana qaytirib kirib olam bu turmaga degan o'ylabchi kech soat 1gacha bir gap chiqdi mana deb ovozini anglamaganki yo'lishimdan hamda shu soqchining qishlik vaqtimi hamda xuddi tuyuqsiz yana qaytadan hamda ikirib olgandek shunaqa hissiyotda shuna ansirab turdim. Endi keyin birdan aşqanda yo'lishim advokatning telefon orqali telefon qildi. Çarşamba kuni 1:30 soat birdan aşqanda. Shundan bilan telefon qilib, hozir tehi meni chiqadi advokat hozir men advokat bilan bir mashinasida ketib borman deb. Lekin bir yerga urilish bo'lgandan keyin telefon qilay deb shu yo'q bo'lib ketgancha ammo ertasi tushgacha men yana xabarni ololmadim-chu. Ya'ni chunki advokat yo'lishimni nimaga mehmonxonaga o'rlashtirib qo'yib, o'zini ketibdi. Shuning bilan men advokat hem yo'lishim ham boshqalar bilan aloqa qilma debdi. Ham zaten aloqa qilgandek ehtimolim bo'lmabdi. Chunki telefonni 3,5 yil ishlatilmaganki hech narsa ochilmabdi telefonda, hech nimani ocholmabdi. Keyin advokat quchirib qolsam, xotirjam bo'l, men nimaga o'rlashtirib qo'ydim mehmonxonaga deb shuna dedi. Shunaqa ya'ni chorshanba yarim kecha 1-2lar bilan Turkiya vaqti ya'ni nimaga Marokashda
koyup berilgen boldy ýoluşymy hesapda. Yani şu koyup berilip mehmanhana urlaşykça hem koyup berilgeniňe resmi erkilik çykanyga işenmedim yani yani tuýuksuz yani ikirip aldygandek hem sot mehkemesi koyup berdi diýsem tuýuksuz ikirip aldygandek aşnaky hissiyatly boldy. Çünki onuň aldyny hemdi sizler bilsizler 2021-nji ýyl 6 gatym sot açdy. Deslepki sotlarda zaten biz üstünlük diýdik. Çünki ýoluşymyň hiç bir suçy ýok diýeni, hiç bir jinayet işlemegen. Ama Marakeşge emdi bir aýygyny basmasdy. Aýryplandan düşken ama tutulgan ýoluşum. Şoňa hiç kana jinayeti bolmaganken ýoluşymy tutup turuş sebäbi ýokdy. Şoňa belki muş sotty koyup beriş mümkin. Adwokatdan tartip ýol kılatgan ise her gatym sot açylsa belki muş sot koyup beriş mümkin dep bilipdi. Onuň üstüge Interpol tutuş buyrugyny 2021 9-njy aýda bikakyp bolgan. Şoňa o Interpol tutuş buyrugyny Interpoluň tutuş buyrugy bar dep tutganlyk üçin bu Interpol tutuş buyrugyny bikakyp kılıp etdi. Şoňa koyup beriş mümkin dep aşyndak dep kelegek üçin. Şoňa ilki neçe gatym sot açdy, her gatymda koyup berdi diýen ümit bilen. Çünki koyup beriş ihtimali ýokary hemde biz kanuny ihtimallykda hemde koyup beriş ihtimali ýokary. Her gatym koyup berilmedi. Hatda aň ahyrky 2021-nji ýyl açylgan aň ahyrky sotda Hytay gaýtyryş karary berdi. Bu şunuň bilen hemdi muş münasebet bilen bütün dünýädäki bütün Uýgur kandaşlaryma rahmet etme. Aş gaýtyryş karary bergendiň kin men torda mürajaat kılgandan kin her gaýsy döwletke Uýgur kandaşlarym aşy Marakeş konsullary aldygy berip ýoluşymny koyup beriş hakynda namaýyş kılıp konsulga dilekçilerini gezip ýokyldy. Şunuň bilen onuň ikin uzun etmei hemdi Birleşken Döwletler Teşkilatyny işe aralşyp hemde gaýtyrysy bolmaýdyganlygyny, gaýtyrsa Hytaýnyň işgence kıldyganlygyny, öldürdiganlygyny bir baýana çykagan boldy. Onuň ikin gaýtyryş toktagan boldy. Emma gaýtyryşyň bütün bikakymydy toktap durdy. Şunuň üçin her an gaýtyryş ihtimal barda korkunuş içinde ýaşadykda ýaşy Amerikaga ýitip berip bolguça. Enkin şunuň bilen o ýoldaşym yani nimege koyup berilip yatak urulaşkan boldy go emdi. Endiki lekin şunda bolsumy adwokat emdi hiç kimge hiç kандай şekilde bildirmeňler dedi. Çünki muş Marakeşde çykyp bolguça hatar işide bilsesen dep şunuň bilen biz hiç kimge hatda aň ýakyn dostlarymyz, uruk-tukallarymyzga diýmedik, bildirmedik. Endiki ätisimu ýoldaşym tak ätisi adwokat bilen bir ýerkägiçe biz bilen alak kılamady. Yani çarşembe ýerim keçide koyup bergen bolsa peşembe hemde düşlerge endikin adwokat ýoldaşymyny aýlyp kalgandan kin ýoldaşym adwokatdan telefon kıldy. Çünki biz Birleşken Döwletler Teşkilatynyň işganysyga görüşgeli bardyk hazır dedi. Yani şu Marakeş tuğan mezgilde hatar işçide bolganlyk üçin adwokatmy jiddi turup şu peşem günü üzüde nimege Birleşken Döwletler Teşkilatynyň işganysyga nimege Amerika konsulga beripdi. Bu Birleşken Döwletler Teşkilatı tarapdan bizge sertifikat defendeniz yani geçirim teşkilatynyňki mesul Laura hanym, Abdullayev efendi bilen Laura hanym bizge köp ýardamçy boldy. Yani Abdullayev efendim bizni Laura hanymy tunuşturup kalgan şu hemdi. Lekin Birleşken Döwletler Teşkilatyna ýoldaşymyň işini sunup ýoldaşymny hemdi Birleşken Döwletler Teşkilatyny tunutgany şu sertifikatlardan Laura hanym boldy. Lekin bu pek uzun dawamlaşdy hemdi bu iş 3 ýerimizde sürdü. Yani 2021 6 gatym sot açkandan kiyinmi Birleşken Döwletler Teşkilaty ýoldaşymy hakda bir neçe gatym karar çykdy, bir neçe gatym hemdi Birleşken Döwletler Teşkilatynyň sertifikat bir baýana çykasyn diýen Birleşken Döwletler Teşkilatynyňki kat komissiýony yani komitege institutda diýen o nime kynap sorak kılış, karşı duruş bölümünden de aşağı aralaş nim kıldı degende hemde ulamy şu ýoluşymy gaýtyrmaslyk hakda karar çykady. Bultu 7-nji 8-nji mezgilde yani Birleşken Döwletler Teşkilatynyň kat komissiýony ýoluşymy Hytaý gaýtyrmaslyk goýup beriş gereklikde gaýtyrmaslyk hakda karar çykady. Esli o adwokatnyň diýişçe o karar çykyrypla uzun ötmey Marakeş goýup beriş gerekligini ýoluşymy. Yani o karar çykkandan keyin ýoldaşym ýene ýoldaşym şu karar çyksa goýup berdi dep şu kararyny saklap şunu ümit baglap turdy da.
7-nji aýynyň ahyry 8-nji aýyň başlap o karar çykdy. Şoňa ýoluşyma karar çykgandan keyin kaçan goýup betgen, hazır goýup beremdiken ätimi bügenmi dep her gatam şuny nem kılıp durdy. Şu goýup berilişiniň ümidine şuny soraýdy telefonda. Amma adwokatdan soraýmys, adwokatmy nimiş goýup berilýärdigyny memme bilmedim çünki goýup beriliş gerek äsli. Äsli Marrakeş hökümeti goýup beriş gerekdi, goýup bermäwatdy. Hazır tutup duruşymyz kanunsyz dep başlap. Adwokatymyz başna dep bildi. Kanuny boýunça äsli goýup beriş gerek bolan insany goýup bermej tutup durybersem adwokatmy nim kılışny, nim diýişini bilenmej galýan şu bilenmedim dep durapdy. Şu ýoluşym tehimji bolup men 3 ýyl ýapmış kararny saklap tursam, nimiş hazır ýene goýup bermeýdim dep başna dep nem kılıp şu ahyry ýene şu Birleşen Döwletler Teşkilatyga ýene bir hat sunup, şu Laura hanym biziň adwokatlar diýendek. Lekin biz memo bir tarapdan memo hat sunup adwokatlar birleşmesiga Marrakeşdeki şu. Şuna nem kılıp nurgun tirişçiliklaryny köýsepdik hemdi. Ömer Kanat efendim heli burundan tatyp hem Amerika Taşky işler ministrigi ýoluşymyň ahwalyny digenligini menem der döwletki hem demişne astola küçü var, ýolu bar. Belki muşundak ýoluşymy tuzak çykyryp başy döwletge uğurlaşdyrsa bir amal kılalaydy. Belki aşna kılalaydyganlar bilen görüşelerdi. Hiç bolmasa dep oýlagan. Hemme rehberlerimizge hemmeske uçur kılgan ýoluşma hakda hemmesten ýardam soragan. Hemmesi hemde maňa koldan kelişçe tirişçilik gösterýärligini digen men hemmesiň tirişçilik göstergenlikleri işini Fransiýadan Dünür hanym bolsun, Kanadadaky Mehmet Tohta efendim bolsun, ýani Germaniýadan Zulpiýa eşilen onuň kyzy Şahnure hanym bolsun, Şahnure syňlymyz bolsun. Ýani hemmesi hemde ýoluşma hakda hemde menden materiallarny ilip üzi bildigen adwokatlarga tapşyryp kandak kılış hakda. Ýani üzüniň turup atgan döwletdeki nim parlamentlarga degendek sunup aşna kıldy hemdi. Lekin Ömer Kanat efendim hem şonuň içinde aşnak Taşky işler ministri bilen görüşgenligini, digenligini hem Amerikanyň eger Marrakeş hökümeti goýup besla ýa-da kubul kılışga koşulganlygyny dep digen temaga. Şonuň bilen ahyry hemdi Birleşen Döwletler Teşkilatyny goýup beriş hakda Marrakeşge besim kılıp ýokagandykin ahyrda şu çarşembe güni goýup bergen boldy 22-de. Peşembe güni şu Birleşen Döwletler Teşkilaty igi bolup Amerika konsullugy bilen görüşdürüp digen dakyp. Lekin jüme şu Amerikaga biz taki Amerika uçurgan aýryplangy çykyp bolýarmy men bir iş bolup bolam dep ensirep adwokat pat uçurga telefon kılıp durdum. Enki adwokat hemen hazır aýrdyrymga kilip İdris Esenli nemege aýrdyrymdan kirgizletdim. Alaýdy bir işikden kirgizdi İdris Esenli bir işki Amerikalykdan kirip getdi dep aşna dedi. Depdim men ýene ensirdim. Ýani adwokat teşhidi kalady ýa ýoldaşym içige kirgeçi bir ýerde tosup ep kalamy depdi. Şoňa oy bir mesele çykamy aýryplan çykçy ýani bir mesele çykamy dedim. Oy kandak mesele çykdy onuňa Amerikalyklar ilk bolup ikirkip bardana. Ona hiç bir mesele çykmaýdy ensirme dep aşna dedi. Endikin ýoldaşym şu aýryplanga çykkan boldy hemdi. Çünki men şu aýryplanga çykyp bolýarlyk ensirdim. Endikin arlyk demdi. Oy aýryplanga çykamaý aýryplanga çykyrgan çagda tosup ep kaldy diýdigan bir gep kilämi dep. Şuňa hele neçe saatgacha ensirep turdum. Keýinendin Amerikaga düşken boldy. Amerikaga düşkende Ömer Kanat efendim bilen telefon kupdy. Şu hazır Amerikaga düşdüm dep. Amerikaga düşdüm degenken of dedim ýani hatirjem boldum. Ýani aýryplan çykyp Amerikaga düşkit bolgan arlykda ýene ensirep digendek bir iş buldugandek, tosup aldygandek digen ensirep durdum. Elhamdülillah. Elhamdülillah Allah'a şükür. Sag salamet Amerikaga düşken boldy. Ýani bu demekçi oglum bu 3-20 ýyl ýani hesapda 43 aý wagtdan beri şunak ensirepçide Xitay her wagt bir ep gitgandek ýoluşum. Çünki türmedik insan bu ýan buýan kaçamaýdan ep maňşdy. Şunda ensirep turgan hemde Muşu dünyadaki muşu başga Uygur kendaşlarımız bar, okşumagan mesela dadlary ya akylary ya bir tuqqanlary az türmede ýetip atydy.
Meyli Saudiya Arabistonda bolsun, meyli Kashmirda bolsun, meyli Taylandda bolsun. Bu qayndaşlarımızga qanday gap sözleringiz bar? Çünki siz 3,5 yıl bu dərtni tatdınız. Qanda ümid bəlgədək gap sözləriniz var. Rəhmət. Şu bilime bu emdi pek hatırjamsiz ütümüz bu mezgilde çünkü her vakt kaytırıtam kanda buladı ensirepçide. Ama ümitsizlikке kaplanmay yani ümit var halette her taraftan emdi çare tedbir izlep her taraftan bir tırış baksa her yolunu sınap men baksa inşallah mence çokum Allah sebep kıl biz fakat sebep kılışık mesul neticesini Allah berdi. Biz tirişip sebep kılsak inşallah çokum bir yaxşı neticeler ahırıştır deyme. Bu azaplık günler, bu hatırjamsiz günler ahırıştır. Bizim o emdi yoluşum sebepli, yoluşumdan aştırma boğalık sebepli şunda hatırjamsiz emdi. Birak etim telefon kıldıgan günü kılmay qalsım, qaytırıp etken kanda bolgandy dep ensirep degende. Hem advokattan sonra başına kıp ketdim de. Hem de hazır Allah şükür emdi iki döwletde bolup kalgan bolsakmy, hem-de jem bulamagan bolsakmy hazırça. Amma hiç bolmasa türmede emes hatyrjam emdi nimede erkin ýaşawardyk. Şuňa bizmi emdi hatyrjamda yaşaýmys burunka garganda dep oýlaýmyn. Şuňa emdi keyin şu uruk tukallar ýa-ki Taýlandga 48 kardeşimiz bolsun. Hemmisiniň ýoluny hemdi tirişip meňiş gerek dep oýlaýmyn. Hem meniň ýoluşymyň işida hemdi bu galba kazanma alışymyzyň asasy sebebi biz Uýgurlaryň hemmisi ýoluşymyň işida ittifaklaşdyk. Yani her gaýsy teşkilatlar bolsun, şähsler bolsun hemdi maňa aýrym telefon kılıp uçurup gelip men ýardam kılıçyny halaýdym. Şu ýoluşyňyza material evet bersiňiz, meniň manda hökümet nemiste manda bir tunuşum bar, dinlemem bar demişinde dep baksam ýa-ki advokat tunuşumy dep baksam dep durup endi meni izlep durup men bilmegenlärim bol. Aşna dem kıvalar boldy. Ulagym materiallaryny ýollap berdim. Emdi koldan bir iş kılgalaryň hemmisi degidek men tirişip bir işlerini kıpmakdy ýoluşym üçin diýme. Emdi pek bir iş kılıç boldan kemeýän hiç bolmasa da ýoluşym üçin dua kıl dep işinime. Şuňa bütün Uýgur gardaşlarymga hem rahmet etme. Hem başga mesela Taýlandda 48 gardaşymyz bolsun, ýene Saudiya Arabistandaky 4 gardaşymyz boldy. Ýene başga ýardam bar dep tutup aldım. Hem belki ulanyň undaq uruktukyny ýokdy, belki dawamlyk sürüşdirip sonra boy ýoluny kılsak boldy. Oýun kandaq bolgandy dep mendek toktumaý emdi sonra beşini agyrtdyran başgalaryň üçin. Aşna nemesi ýokdy. Amma şundaq bolsa biz huddy olan özümizde gorukdukdek şularyň ýoluna maňsak, şular üçin muhammemiz bir kolumyzdan kilişçi bütün güçümizle tirişip baksakçı. Mence çokum galby kılmys şulany men gutguzyp gala alaýmys. Çünki ýoluşymyňky bu gatam gutulup galyşy biz Uýgurlarga şu mesajyny berdi yani bir ümit bulady. Yani her zaman Hytaýnyň digini buly bermeýdiganlygy, bäzide adaletniň kazandyganlygy, bäzide biz üzümüz tirişsek yana kiçikini bolsa elbek erişeýärleýdiganlygymyzy bildirdi. Awal Allah'na ýardymy, ondan özümüz tirişip her ýerdäki Uýgurlar bir ittifaklaşyp taňyp galsak. Hem zaten ýoluşymyň işide Uýgurlarla emes şu mesela Fransiýadan Zekariya dep kartellik bir jurnalist bar. Hemde ony Dilnur ýoluşymyň gepini kypy geçke. Kilebi bizni ziyaret kılıp ýoluşma haber işläp ýürdigende kyp hemde nim kılgan. Endikin ýene Russiýadan Tanya, Amerikadan Amerikadan Katya dep şu işgep ýene Ýaponiýadan Sano işgep nurgun her gaýsy döwletden nim kılgan aşynda qara tellik, ak tellik, seýrak tellik her gaýsy döwletden, her gaýsy milletden aşna ýardam kılganlar bar ýoluşmak. Hemde belki diýişiňler mümkin, ulanyň hyzmety jurnalistna makalyjy haber işleş diýişiňler mümkin. Ular lekin işini ýaxşy görüp durup kıldyken hem ilki sizniň därdiňizni taň özüniň derdidek nim kılıpçy sizge ýystaşlyk kılıçyny hem bildiken ularçy. Şunda ilki ballarymny oýuntup ballarymny ýystaşlyk kılıp oýdady silen tızrak jem bolsa dep ular şunda hatta o haber işleş bu işler tükgenden kimi bäzen hem Türkiýe kep galsa saýat kılıp
bizni yo'qlab balalarımga bu hediyelerni berip balalarımni oynatib başına ketdi ularçu. Yani ularning endi insoniylik jihatdan shu bizga yordam qilib qoldi. Hatto yo'lishimdan shunday qutulib chiqqanlik xabarini yetkazsam tunigun ba'zilar xo'shallikdan yig'lab ketdi ashulamchu. Bo'lmasa ular men bilan bir millat emas, qarindosh emas bo'lmasa yoki akukam emas, achi-singlim emas, bir millat emas, bir dindimi emas. Ammo shular insoniylik tuyg'usidan mening dardimga o'rtoq bo'lib, menga yesdoshlik qilib, mening dardimda ular tang yongan tazdilar. Lekin bu xo'shallik xabarini anglab, ular yig'lab ketdi. Voy men ben xo'sh bo'lib, heliqi yosh ketib ko'zimdan deb ashuna deb men qilib ketdi. Ya'ni bu endi mushu boshqa yerdagi qarindoshlarimizning qutulib chiqishdan shu har davlat, har millatdan, har dindan insonlik tuyg'usi bor. İnsan haqlarini qo'g'dayman deydigan tashkilotlar va shaxslardan yordam istasak, yordamini qabul qilsak bo'ldi. Biz ularga insoniycha yaxshi muomala qilsak, ularmi bizning dardimizni taxmi his qilib, taxmi bizning dardimiz uchun tang kurash qildi ekan. Men shuni his qildim. Shunga butun dunyodagi Uyg'ur qarindoshlarimni endi vatan ichida tutilib qolgan Uyg'ur qarindoshlarimizni, urug' tuqqanlarimizni qutqizishga balki bir amal qilolmaymiz, balki kuchimiz yetmaydi hozircha. Hozirgi holatimiz bilan. Ammo hech bo'lmasa vatan sirtida qachon Xitoy qaytarib ketama deb ansirab turayotgan ash qarindoshlarimizni bo'lsin qutqizib chiqish uchun amaliy qo'ldan nima kelsa shuni qilsa, hech bo'lmasa duoda bo'lsa, har millatdan, har davlatdan ashuna tunuydigan qo'ldan ostida ish qilgan jurnalist bo'lsin, siyosatchi bo'lsin, hammasiga deb voy mushunaq Uyg'urlarni mushunaq tutib olgandi. Ular Xitoy qaytarib kelsa mushuni o'ltirib yetadi yoki qiynaydi deganni hammaga deb bildirib har yig'inda, har yerda deb bir sebebini qilmasa inshaalloh cho'qim qutuldi deb o'ylayman. Shunga men İnşallah. bütün qarindoshlarning endi mushu vatan sirtidagi turmalarda yotgan Uyg'urlarni qutqizish uchun birlik bo'lishini, talash tortish qilmay bir-biri bilan shunday qo'ldan nima kelsa shuni qilib tirishib bir sabab qilishini umid qilaman. Ham men shunday qilmay yana yo'lishimni qutulib chiqqanini bilanlar to'xtab qolmaymanmi? İnşallah. Yo'lishim inshaalloh sal o'z asliga olgandan keyin yana bizning millatimiz uchun, xalqimiz uchun qo'ldan kelishcha xizmat qildi. Chunki bu uning burchi hozir texmi endi shu. Chunki mushu Uyg'ur xalqining yordami bilan qutulganlik uchun Uyg'ur xalqi uchun ham zo'r xizmatlarni qilish kerak. Shu biz İnşallah. hammamiz Endi bizning duomiz, endi bir oila planlarınızı demesangiz bo'ladi, lekin inshaalloh pat yaqinda bir jam bo'lishinglarni hammamiz duo qilamiz. Rahmat, qimmatli vaqtingizni oldik. Men bir qaynishimiz yozibdi, bo'lsa İdris Hasan qaynishimiz chiqarsak deb, lekin tunigun o'lishgun tig'i turmadan chiqdi. Bir salbiy o'zining nimasiga kelsin, u fursatlarni kelib qolar qayndoshlar. Rahmat sizga, qimmatli vaqtingizni oldim bu kech soatda. sizga rahmat. Men muallim haqqinglarni gapirdim. Yo. Yana ayrim yana paranglashimiz inshaalloh. Duolarimiz sizlar bilan. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Rahmat. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Anladık men xo'sh xabarni. Ma bu Zaynura xonim naytı 3,5 yilning yaqi bo'lgan ishlarni tushundirdi. Bu vaqtda sizning qatirgan gaplaringiz bormi? 3,5 yilning yaqi zodi nima ishlar yuz berdi mushunga? Chunki siz hisobda nimaning oqisida mush xizmatlarni qilib kelayotgan birisi bo'lish sifatingiz bilan. Zaynuraga men yaxshi tushundirmay qoldim ishning jarayonini. Bir qancha qatam tushuntirishga tirishgan izchil. Lekin ba'zi narsalarni tushundirmay qoldim chunki Zaynura u dog' murakkab atalg'ularni bu munosabatlarni yaxshi tushunib ketish uchun buni o'tirib shu ishning ichiga kirish kerakda. Uni tushunolmasligim tabiiyamdi. Bu yerda birinchi bo'lgan masala İdrisninki shu aeroplan stansiyasida turib men tutib oldi degan telefon bilan boshlangan bu ish. Shuning bilan İdrisninki tutilganligini oldidan axborotlarga sundiq. Undan keyin bu İdrisni biz qutqizib qolish uchun bunaqa material tayyorladik. Material tayyorlab oldi bilan İdris Hasanni kishilik huquqni qo'g'dug'ichi, kishilik huquq
faoliyatchisi deb muayyanlashtirdik va buni nima abiyam tilga olgan Zeynurət tilga olgan Safeguard Defenders degan tashkilotga men tanishtirdim. Endi İdrisni biz kishilik huquq faoliyatchisi demasak, kishilik huquq faoliyatchilarini qo'g'daydigan tashkilot qabul qilmaydi. Oldin İdris kishilik huquqni qo'g'dovchilarning tashkilotiga iltimos sunish uchun İdrisning nomidan İdris kishilik huquqni qo'g'dovchi bo'lishi kerak. Safeguard Defenders deganning ma'nosi shu. Ya'ni defenders, ya'ni qo'g'dovchilarni qo'g'daydigan tashkilot. Şuna oldidan bizning qilgan ishimiz İdris Hasanning bir kishilik huquq faoliyatchisi, kishilik huquqni qo'g'dovchi ekanligini materiallar orqali, faoliyatlar orqali dalolatladik. Bunga ancha vaqt ketdi dastlab qadamda. Masalan, İdris Hasanninki 2016-yili 1-oydan boshlab men bilan hamkorlashib bir gez chiqarganligi, undan keyin ikkimizning birga bir torbat qilganligimiz, bu gez bilan torbat chiqarishning sababi Türkiye'ye kelgan Uyghur musafir Uyghur muhacirlarga bolalarni maktabga avatish, iqomat ilish, siyosiy panohlik tilash, insoniy iqomat ilish, o'zini qanday qo'g'dash degan jihatlarda maslahat berish uchun buni boshlaganmiz. İdrisning faoliyati gez chiqarish va torbat yasashdan boshlangan. Undan keyin İdris turmushga kirib ketdi, kirib ketgandan keyin yana chiqdi. Shu jarayonda İdris yani bu izchil to'xtamadi. Masalan biz Uyg'ur Yar fondi kitap çıkarsak, kitaplarımızdan betini yasıdı, mukavasını ailedi. Ondan başka bizden türlü faaliyetlerimizde devamlılık yerimizde oldu. Andım bu neminin, mesela bizden bu Uygur Soti'nin ki materyallerini tercüme kıldı. Ondan başka Uygur İnstitütü Ankara'daki ulanın faaliyetleri yardımlaştı. Muşu paketlerinin hemmesi İdris Hasan'ni kishilik huquqni qo'g'duvchi degan salohiyat ega qildi. Bu salohiyat ega bo'lgandan keyin buni mushu kishilik huquq qo'g'duvchilarni qo'g'daydigan tashkilot o'zining qo'g'dash doirasining ichiga oldi. Ondan bu tashkilot İdrisga vakolatan advokat yolladi. Ishning jarayoni bu. Birinchi qadamni qo'ygan ishimiz İdris Hasanni xalqaro saqlash tashkiloti, ya'ni Interpol deki qizil listidan chiqarib o'tish bo'ldi. Chunki İdris Hasanning darajasi shu xalqaro saqlash tashkilotida Abduqodir Yapchan bilan o'xshash. Abdulhamid Tursun bilan o'xshash. Do'lqaysala o'xshash, darajada shundoq, ig'ir darajada. Shu birinchi qilingan ish İdris Hasanni xalqaro saqchining tutish tizimligidan chiqarib o'tdik. İdrisning tutilishiga sabab bo'lgan narsa shu. Marrakeş'te. Bu birinci kılınan iş. İkinci kılınan iş, bu İdris bu yerde Marrakeş'te tutulgan iken bu Marrakeş'ni qanday qilib biz İdris Hasanni qo'yib berishga qoyil qila olamiz deganda Marrakeş BDT'ninki qiynab so'roq qilish, qarishtirish ahdnomasiga imzo qo'ygan davlat. Endi İdris Hasan qaytarilsa Xitoyda qiynab so'roq qilinganligi, hatto o'limga mahkum bo'lish ehtimolligi bor birga. Unda bo'lgandan keyin biz bu qiynab so'roq qilish, qarishtirish komiteti bilan aloqalashib, İdris Hasanning qaytarilsa qiynab so'roq qilinganligini isbotladik. Shundan bu nima? Kat degan bu tashkilot İdris Hasanninki qaytarilsa bu qiynab so'roq qilish uchraydiganligini nimaga bildirdi? Marrakesh davlatiga Marrakesh uning qaytarilishini hold qildi. Ya'ni to'xtatib qo'ydi. Endi sud ochilish kerak İdrisning ustidan. Shu jarayonda sud kechiktirildi degandek, bu yerda eng muhim bir sudning kechiktirilishi va turli o'ngishsizlik sabab bo'lgan narsa Xitoyning 96 betlik aybnomasi oldi İdrisning ustidan avatgan. O aybnomani men ko'rdim. O aybnoma ajoyib qo'rqinchli aybnoma. Ya'ni İdrisninki bu aybnoma alomat. Endi hozir mazmun desam to'g'ri bo'lmaydi. Lekin İdrisni dastlab ishlatgan tashkilot hozir shu gapni davatgan chig'imni biladi, kim ishlatganligini. O'zining bexatarligiga diqqat qilmagan, maxfiyatlik saqlanmagan. Buning hammasi Xitoyga ketib qolgan. İdrisning hatto qaysi nomerli kompyuterdan
qandaq turbat yasab, qandaq mashg'ulot qilganning hammani rasmlar bilan avatib bergan narsa. Rasmlar bilan. Soat manchida o'tgan chog'da İdris ma kompyuterda mandaq mashg'ulotni qilgan degan narsani. Shu tashkilot hozir meni anglayotgan bo'lsa, anglamagan bo'lsa anglasin. Ash məxbətlikining hammasi Xitoyga ketib qolgan gap. Endi bu bir misol. Bu bir misol. Bundaq misol yomon jiq uning ichida. Ham shuning hammasi İdrisning ishini og'irlashtirib etgan eng muhim narsa shu. Chunki bu Marokashning hech qanday vazifasi yo'q. Anda Marokash butunlay qonunga amal qiladigan davlatmi emas, ya'ni butunlay butun demokrat davlat emas. Demokratik emasmi emas. Hech bo'lmagan chog'da bir advokatni yollasak, advokat İdrisdan ko'risha oladi, İdrisni aqlay oladi. Hech bo'lmagan bir sud ichildi. Sud ichilganning o'zida bizning ta'limimiz. Agar sud ichilmay, advokatmi yollab qo'ymagan bo'lsa, uning bizning abolimiz bo'lmagan bo'ladi. Endi advokat sud degan narsalar jarayonida biz nimaga erishdik? İdrisni oqlash fursatiga erishdik. Xitoyning deganlarining hammasining tuhmat ekanligini, uning butunlay İdrisni qaytarib ketish uchun to'qilgan bahona ekanligini bir isbotlab material tayyorladik biz. Advokat bilan. Bu material tayyorlanib, oxirida bu sunilgan materiallar, ondan bu BDT'ninki İdrisni qo'yib berish haqidagi avatgan aloqasi oxirida bu İdris qutulgan bo'ldi. Endi İdrisni oxirida buning oraliqda ikki qatim qo'yib berilganlik to'g'riliq aniq gap chiqqan, lekin ikki qatim bu gap amalga oshmay qoldi. Hammasi bu Marokash hukumati, Marokash sudlarining adolatlik bo'lmaganligi sababidan bo'ldi. Lekin oxirida endi xalqaro besim bor. Amerika, Kanada, Angliya. Bu davlatlarninki besimi bor. Neticede İdris'ninki qutulib chiqishi amalga oshdi. Asli endi bu yerda deyishki bo'lgan plan bu asli nimaning İdris'ninki o'rlashtirilgan davlat Kanada bo'lishi kerakdi. Chunki Kanadaninki oila birlashtirish programmasi bor. İdrisni Kanadaga o'tkazsak, ayolini billa İdris bilan Kanadada birlashtira oldik. Lekin bu Kanadaninki balki musafir qabul qilish turi bo'lg'achqa uning vaqt ketadi ekan. Amerika u musafirlikni, panohlik tilashni Amerika tuprog'ida amalga oshirsin bo'ldi ekan. Shu Amerika bu yerda insonparvarlik nuqtasidan İdris Hasanni burun qabul qildi. Shunga hozir İdris Amerikaga o'rinlashdi. Lekin bu nimaning ishi? Zaynura va uning 3 bolasining ishi davom qilyotdi. U ish davom qildi. Biz yana bu masala tek oxirlashmadi. Men nimaga bir tushundirgan Zaynuraga buning oxiri bor texi. Oxiri texmi xayrli xabarlarni yaqin kelgusida anglaymiz. Zaynuraning Turkiyadan ayrildiganiga oz qoldi. Oilaning jam bo'lib xushallik tushumishigimi oz qoldi. İnşallah, inşallah. Mesela muşuna o'xshash mushu tutilib turayotganlarning masalasida alqiliq rol o'ynagan tashkilotlar bo'lsin, siyosatchilar, qaysilar masalan, ya'ni mushnunga o'xshash qarindoshlarimiz qutqizishga kimlar bilan, qaysi organlar bilan yaqin hamkorlashish kerak? Bu yerda hamma odamga o'xshash o'lchamni qo'ya olmaymiz. Chunki hozir masalan biz mushu ishda izchil Kamera yo'q edi aka, navoda so'zimni anglay olsangiz, qaytadan chiqib, qayta kirsangiz bo'ldi. Qayndoshlar kechiringlar, biroz technical problemlar chiqib qoldi. Suhbatni birozdan keyin davomlashtiramiz. Lekin savollaringlar bo'lsa, inkas qismga yozib turinglar. Anondan keyin birozdan qaytib kelamiz. Herhalde telefon o'chib qolgan o'xshaydi yo bir ish bo'lgan o'xshaydi. Buni birozdan keyin ko'rishimiz. Juma qayndoshlar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Va Okay, alaykum qaytib assalom. keldingiz. Ne kelgan Ee, bo'g'itdim? Nega kelgan bo'ldingiz? Amanda, Mushu oila men bunda nima to'g'ri. har bir kishi o'xshamaydi. Shuning bir hammasini bir To'g'ri. Bizning chet elda tutilib qolgan, qopsilib qolgan qarindoshlarimiz bor. Ularning hammasining ahvoli o'xshamaydi. Shunga hamma odamga ma'lum bir tashkilotni yoki ma'lum bir yurish tashkilotlarini tavsiya qilmaymiz. Chunki masalan, Idris Hasanga yordam bergan tashkilot faqat kishilik huquq qo'g'dug'uchilarni qo'g'daydigan tashkilot. Endi shunga Idris Hasanning ishi kishilik huquq faoliyatchisi sifatida qo'g'daldi va shu asosda biz advokat yordami, xalqaro yordamga erishdik. Endi Idris Hasanga qo'llangan taktikini Hindistonda tutib turilayotgan 3 Uyg'urga qo'llanmaymiz. Idris Hasanga qo'llangan taktikini Taylandda tutib turilayotgan 48 Uyg'urga qo'llanmaymiz. Yoki Saudiya Arabistonda tutib turilayotgan 4 Uyg'urga qo'llanmaymiz. Şun bir ortak narsa yo'q. Masalan, Idris Hasan qutulgandan keyin ba'zida men uchur yo'llab, men Pustan davlatda shunga uni qutqizib olgandan keyin bizni qutqizib olsanglar degan narsa keldi. Hamdalqi müşahede tushundirish bo'lsin, hammanglarga o'xshash usulni qo'llanib, o'xshash shaklda qutqazg'ili bo'lmaydi. Idris Hasanni akatgan Amerikan bizni akatmaydi ekan desanglar, ashta desanglar bo'ldi. Lekin sizlar uningga mos kelmaysizlar. Chunki Idris Hasan kishilik huquq faoliyatchisi, kishilik huquqni qo'g'dash jarayonida Xitoyninki qizil siziqni dasigan, Xitoyninki qizil boshliq notes, ya'ni qog'oz bilan buningga nega bos tutiladi degan bir buyruq bordi. Idris Hasan 2008-yili vatandagi chig'dilar, Kenjinda o'qiyotgan chig'da Xitoyning zulmini Erkin Osiyoga fosh qilgan kishi. Siz Idris Hasanning qilgan ishini qilmay turib, Idris Hasanni akatgan Amerika nima ish bilan akatmaydi ekan deb bizga besim qilsangiz, u toz tushmaydi. Chunki ham odamning konkret ahvoli o'xshamaydi. Shuning ham odamga o'xshash bir nimani, yordamni, o'xshash bir tashkilotni, o'xshash bir yo'lni tavsiya qilmaymiz. Endi bu yerda mushundaq ahvol yuz bergan chog'da birisi Dunyo Uyg'ur qurultayining muhojirlar komiteti bor. Ular bilan aloqalashsanglar bo'ldi. Ikkinchisi har qaysi davlatdagi tashkilotlar bor. Bular bilan aloqalashsanglar bo'ldi. Endi bu yerda shu maxsus Uyg'urlarningki har qaysi davlatlarda tuyuqsiz tutilib qolish, yo'qolib ketish yoki stak deymiz, topsilib qolish. Shu masalasiga ega bo'ladigan ayrim bir tashkilot yo'q. Hem biz shundoq bir tashkilotning bo'lishini umid qilgan, hem bu vaqtda men bir narsa yozgandim. 2020-yili Uyg'ur jiddiy holat markazi deb bir yer qurishimiz kerak ekan deganni o'ylagan. Sababi nima desa, Misrda tuyuqsiz ashlar vaqa bo'lgan. 2017-yili 7-oyning 4-kunisi kechida tuyuqsiz Misr soqchilari Uyg'urlarni Uyg'ur mahallasiga kirib tutib ketgan. Bu bir jiddiy ahvol. Undan keyin bu bizning Idris Hasan tutildi. Undan keyin Saudiya Arabistondagi Vali do'stimiz tutildi. Undan keyin boshqa davlatda Uyg'urlar tutildi. Mushundaq ahvol ostida Uyg'urlarga yordam beradigan, maxsus mushundaq muhojiratda qiyinchilikda qolgan, qopsilib qolgan, tutilib qolgan yoki yo'qolib ketgan Uyg'urlarga yordam beradigan bir maxsus bir tashkilot bo'lishi kerak ekan deb men uning ismini Uyg'ur Emergency Center deb atagan, mushtaq bir tashkilot bo'lishi kerak ekan deb. Bu tashabbusni o'tirib qo'ygan. Lekin bu tashabbusni halqi muhojiratda bir ish bor. Ashundaq bir ishni o'ylab o'zing qilmasang hech kim qilmaydi. Inaqamdi. Şun oxirigacha bu ish qilinmadi. Endi yaqinni yog'izi buni biz yaqin ishonchli do'stlar bilan aloqalashyapmiz. Shundoq Uyg'ur jiddiy holat markazi deb bir organ qurib, har qanday yerda bir Uyg'ur tutilib qolgan chog'da bir izlaydigan yeri bo'lsin.
telefon qilib alalaydigan bir odam bo'lsin. Telefon qilib o'zining ahvolini ma'lum qila oladigan ishonchlik bir turkum kishilar bo'lsin deb o'ylayapmiz. Biz bularni Birleşken Devletler Teşkilatı, ondan bu Amerika Devlet Ministerligi, ondan Kişilik Hukukunu Kürtiş Teşkilatı, Halkara Kechirim Teşkilatı degandek teşkilatlar bilan o'rtaq hamkorlashib, mushundaq tutilib qolgan Uyg'urlarni qutqizishga harakatlansak deyman. Buni endi hozir yani shu maslahat ustida maslahat ishlatimiz, lekin burunqa qarag'ancha yaxshi, hech bo'lmagan chog'da bir 4 Uyg'ur tepildi bu qitim. Bo'ldi bu ishni qilayli deydigan. Shuna bu ish menimcha ro'yobga chiqishi ehtimal. Biz bu ishni belki hayvatlik boshlig'imiz yo'q. Chunki biz mush vaqt için nurg'un tashkilotlarning hayvat bilan ichilish murosimlari qatnashdik. Menimcha biz ichilish murosimi, qurilish murosimidan bakrak g'alba murosimiga bakrak ehtiyojimiz bor. İdris Hasanni qutqizishga o'xshash, ondan hozir Neyrulla Elma xonim qilayotgan Taylandda tutilib qolgan 48 Uyg'urni qutqizishga o'xshash mushundaq konkret ishlarni qilishga ehtiyojimiz bor. Qurilish murosimi emas, qutqizish murosimi bo'lsa, texmi yaxshi bo'ladi. Shuni biz ishni agar biz shundaq bir markaz qurishga muvaffaq bo'lsak, ishni hayvatlik ichilish murosimi emas, natijalik qutqizish murosimi bilan boshlaymiz, xudoyim bo'lsa. İnşallah. Mesela siz bay degandek hozir Taylandda va boshqa yerlarda tutib turilayotganlar bor. İdris Hasanning qo'yib berishi cho'ng bir umid bo'ldi. Shunga boshqalarningmi erkinlikka chiqish uchun İdris Hasanning qo'yib berishidagi sababini deysak, masalan, yeni dunyoning siyosiy vaziyati o'zgardi. Chunki Morokkoning Marrakeshning hech qanday bir qo'yib berishning zaruriyati yo'q deya asli. Zodi bu yerda ya bo'lmasa Xitoyning kuchi azoyidimi? Ya'ni buning sababi zodi nima yani? Bunun sebebi her xil. Birlam sebep var degil bo'lmaydi. Birisi buningki izchil bir yerda bir tirishchanlik bor. Shu İdris Hasan 2021-yil 7-oyda tutilgandan boshlab toki mush vaqtgacha bir voz kechmas tirishchanlik bor. Bu tirishchanlik yolg'iz İdris Hasanni qutqizish tirishchanlik emas. İdris Hasanning oilasini iyiga muqim iqtisodiy manbalardan ta'minlab bugungacha davom qilish masalasi. Ondan İdris Hasan'ga bir advokat yollab, bu advokatni bugungacha qamdash masalasi. Ondan mushu İdris Hasan masalasini xalqaro tashkilotlarda to'xtamay kun tartibga olib kelish masalasi. Uchinchisi, muxbirlar bilan aloqalashib, muxbirlarni Istanbulga avatib, Zaynurlar bilan kurashtirish masalasi. Shu mushlarning hammasi amaliyotda qutulib kelishiga sabab bo'ldi. Chunki shunga bu yerda men ma'lum bir sabab degani demayman. Bu birisi. Ikkinchisi, eng oxirida eng halqaliq rol o'ynagan Amerikaningki State Department, Amerika Davlat Ministerligi halqaliq rol o'ynadi. Buningga aloqalashib, shu State Departmentningki xizmatlar yaxshi moslashgan Ömerkam yaxshi rol o'ynadi. Endi boshdan oxir izchil buningga sabab qo'ygan va sababini mustahkam turganlar qo'g'duvchilarni qo'g'dash tashkiloti bo'lgan Safeguard Defenders va shuningki Laura Hart xonim, menimcha 90% tuhfini men Laura Hart xonimga tava deb qarayman. Chunki bir advokatning 3,5 yilligini ko'tirish menimcha, masalan, mening tashkilotimning qo'ldan kelmaydi. Bizning unda pulimiz yo'q. Aşındaq qo'g'duvchilarni qo'g'dash tashkilotiga o'xshash xalqaro tashkilot buning kaynida izchil turmasa, bu ish bundaq bo'lmaydi. Shunga buning sababini bir desak ilmiy ko'rmaydi. Bu bir axborotchilarning, xalqaro tashkilotlarning va mushu ishni mening ishim deb qaragan oraliqda ta'nig uchrasimi, to'g'ri tushunilmasimi, hech kim qutqizolmadi, İdris Hasanning korimidi, hech chiqimidinglar, telefon qilib andaq insonni qutuldi, mandaq insonni qutuldi desimi, sabr qilib turing. Aman qutuldi. Yani texe oldingi haftaga bizga telefon qilganlar bor. Mandaq insonni qutuldi desimi qilmayapsizlar deb. Endi ularga digilolmaydi. Biz manda qilyapmiz.
Digilmay çünkü desek məxbətlik aşkarlıq qıldı. Şu bir yerdə bizim izchil sükut qilishimiz nima desa, tinch diplomatiya orqali oxiri İdrisning va oilasining g'alabasini qo'lga keltirish. Şu bir yerda yana birisi bak aniq deb ketkilanmaydigan sabablar bor. U sabablar desekmi bu jamoatga jiq foydasi yo'q. Chunki bizning oxirgi maqsadimiz natijani ko'rsatishdi. Sabab bahonalarni jiq deyish emas. Məsələn, şu axbaratda çıxışda zat faydası bulamdı. Çünki nurg'un qarindoshlarimiz diqqat qilmadi, lekin şu o'tgangi yili Kamboziyadan Abduraqib Rahman deb birisi Kamboziyadan Xitoyga qaytarildi ya'ni. Bu hech kimning xabari chiqib bo'lgandan keyin hech qaysimizning kori bo'lmadi. Bu azroq mencha bu to'g'risida gapirib baxmadingiz naq maydonga chiqib, azroq bir tushuncha beramsiz bu haqda agar bera olsangiz. Albatta buni endi sana desam bir kim sormas digilolmaydi bu gapni. Shu, subhanalloh. Oldidan birisi so'rash kerak, nim bo'ldi degan, ondan qolgan narsani deb beralaymiz. Sen buning Abduraqib Rahman nayt yaxshi yigit o'zi. Kanada demen bu. Kambodjaga qaçıp chiqqan. Qaçıp chiqqandan keyin biz bilan aloqalashgan. Buni qutqizish uchun ko'p tirishchilik ko'rsatdik. Lekin bu yerda bir BDT'ninki, xalqaro ko'chmalar tashkilotininki va Amerikadagi bir qism xodimlarning mutaxassisligi bo'ldi. Bizning qo'limizdan kelgani Abduraqibni mecburi işletilayotgan, mecburi emgek silinayotgan, xatar ichidagi emgek lagerdan qutqizib chiqish bo'lgan. Lekin uning qo'ldan qutqizib chiqish bizning qo'limizdan kelgan bilan uni uchinchi bir davlatga bexatar etkash bizning qo'limizdan kelmaydi. Bu xalqaro ko'chmanlar tashkiloti, BDT qatorliq davlatlarning qatorliq organlarning va Amerika, Kanadaga o'xshash davlatlarning qo'ldan keladigan ish. Biz o'zimizning vazifasini o'rinladik. Buni ikki dunyoda to'g'ri haq guvohlik beralaymiz. Biz o qarindishimizni mecburi emgek lagerdan Kambodjadagi qutqizib chiqib sog' salomat ko'chmanlar idorasiga topshirib berishga vosita bo'ldik. Lekin ko'chmanlar idorasi vaqtida xalqaro ko'chmanlar tashkiloti va BDT shundaqla Amerika davlat ministerligidagilar o'zining endi bu kim asosliq xatolik o'tkazdi buni men bilmayman. Bir şey bir xatolik yuz berdi. Yoki birisi 1 soat yoki 1-2 soat degandek nima xatolik o'tkazdi bilmayman, lekin ashuni oxirida ilib ketilishiga sabab bo'lib qoldi. Endi buni men bilan aloqalashganlarning ayni vaqtda hech qaysi mas'uliyatni ustiga ololmadi. Hatto muxbirlar mushularga mayli BDT'liklar olsun, mayli xalqaro ko'chmanlar tashkiloti olsun, xat yozgan chog'da ular javob berolmadi. Bu bir sir bo'lib qoldi. Meningcha bu yerda mening bildigan deyalaydiganim ular mas'uliyatsizlik qildi. Xalqaro ko'chmanlar tashkiloti mas'uliyatsizlik qildi. BDT mas'uliyatsizlik qildi. Amerika State Department'dagilar mas'uliyatsizlik qildi. Natijada Abduraqib Rahman bo'rining og'zidan qutulib, yo'lbosning og'ziga tutildi. Endi bu yerda biz o'rganadigan bir saboq bor. Saboq nima desa, men bu yerda ko'nglim kelsin deyman. Biz Uyg'ur faoliyatchilari biz 8 soat ishlamaymiz. Bir Uyg'ur tutilib qopti desa, shu qutulg'ich ishlaymiz. Lekin biz bilan hamkorlashadigan mayli BDT'ning organlari bo'lsin, mayli State Department bo'lsin, yoki xalqaro ko'chmanlar tashkiloti bo'lsin, ularning xodimlari faqat 8 soat ishlaydi. Ular bizning ilxatlarimizga faqat 8 soat ichida javob qaytaradi. Qolgan chog'da javob qaytarmaydi.
Hatta 7 saatdan aralıqda tamaq vaqti Ha, var. 7 ha, saat. 7 saat. Qalğancha javob qaytarmaydı. Ha. Unda bolğandikin bu yerda nurgun boşluqlar var. Aşı vaqtda Xitoy foydalandı. Aşı vaqtdan Xitoy jasuslar foydalandı. Şunun bilan bu iş suğa çilişidi. Endi şu mening da'vat qilgan narsam nima desa, jiddiy holat markazi qurishimizning zaruriyati. Abduli Ayıp uxlab qolsa, Arslan shunga mas'ul bo'lish kerak. Arslan uxlab qolgan chaqda yana bir aylan mas'ul bo'lish kerak. Ya'ni ma'lum bir qarindishimiz bir yerda tutilib, uni bir yerdan qutqizib, yana bir yerga topshirgan chaqda ashning paydo bo'ladigan bir odam bo'lish kerak. Chunki biz bilan ishlaydigan odam faqat 7 soat ishlaydi. Bununla biz çokum mas'ul bo'lishimiz kerak. Endi mush ish, ya'ni Uyg'ur jiddiy holat markazi çokum qurilishi, buning a'zolari çokum Uyg'urlarni qutqizishda xalqaro organlar va har qaysi bizga ko'ngil bo'ladigan davlat organlari qilolmagan ishlarni qilishimiz kerak. Ya'ni Abduraqibning bu fojiasi bizning mushundaq bir ishni qilishimizning naqadar zarurligini eskartadi. Chunki biz vatandagi Uyg'urlarni qutqizib chiqishga qodir emas. Biz chegaradan kirib turmalarni chaqolmayotimiz. Qashki chaqolgan bo'lsak. Lekin Hindistonda turayotgan 3 opkuni Saudiya Arabistonda turayotgan Hamdulla Vali qarindishimizni va Nurmamat Ro'zi bu xalcham abla va uning qizi 10 yoshli Baburani shundaqla Tayland turayotgan 48 qarindishimizni va boshqa davlatlarda biz ismini deyolmaydigan qarindoshlarimiz bor hozir. Shularni qutqizishga bir harakat qilishimiz kerak. İdris Hasanning qutqizilish tajribasi bizni ma'lum manbalar bilan ta'minladi. Biz kimlar bilan aloqa qilish kerakligini, ishni qanday qilish kerakligini, qaysi tashkilotlarning bu yerda bir moslashtirish holatiga kelsak, bir kuch hosil bo'lib, shu qopsilib qolgan, tutilib qolgan yoki qaytirib o'tilgan davlatlardan davlatga Uyg'urlarni qutqizishga yordam bera oladiganligini shu tajriba jarayonida o'rgandik. Ana shu tajribadan foydalanib, Uyg'ur jiddiy holat markazi, Uyg'ur Emergency Center cho'qim qurilishi kerak. Masalan, bu asosiyatmi tutilib turayotgan Uyg'urlar qaysi davlatda eng ko'p tutilyotidi va burun asan qutulurg'ul bilamdi yoki bo'lmasa hozirmi? Uyg'urlar eng ko'p tutilib kelayotgan davlatlar O'rta Osiyoda tutilib kelayotgan, bu izchil bor. O'rta Osiyo, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekistonda, azaldan bor, Tojikiston azaldan bor. Bular tutilib qoladi bu davlatlarda. Endi buni Sanjatin qanchalik sizcha? Sanjatin Qirg'izistondagi oxirgi Uyg'urni qo'yib berilib bo'ldi. Qirg'izistonda bir Uyg'ur bordi, u Uyg'urni qo'yib berilib bo'ldi. Qozog'istonda bir Uyg'ur bordi, uni qo'yib berilib bo'ldi. Hozir O'rta Osiyodagi Uyg'urlardan qolgani yo'q. O'rta Osiyo Uyg'urlarning ishi tugadi. O'rta Osiyoda tutilib kelayotgan Uyg'ur bizning ma'lumotimizda yo'q. Ya'ni eng oxirgi bir Uyg'ur qo'yib berilib Istanbulga inib kelib bo'ldi. U avliga Türk nimasi bordi. Türk iqomati bordi. Uzun muddat iqomati bordi, Turkiyaga kelib bo'ldi. Shunga O'rta Osiyoda hozir men faqat yo'q demayman, lekin bizning ma'lumotimizda yo'q. Ammo Taylandda, Saudiya Arabistonda, Maltada, ondan Janubiy Amerikadagi bir davlatda, undan boshqa Sharqiy Janubiy Osiyodagi Pokistondan boshqa yana bir davlatda bir 4 Uyg'ur qarindishimiz bor. Mushu Uyg'urlar bor. Turkiyacha. Bular endi burunga qaragan chaqda bularni qutqizish taslashib ketdi. Nima taslashib ketdi? Turkiyaning o'zbaqqa. Turkiyada to'g'ri, Turkiyani. Men eng muhim Turkiyani unutib qoldim. Turkiyada tutilayotgan eng jiqras, eng muhim bir narsa unutib qoldim. Turkiyada shu 2000 tunji qitim Uyg'urlarning top yakun tutqun qilinishi, ya'ni optik tutqun qilinishi nimada boshlangan 2017-yili 1-oyda. 1-oyning 2-kunlaridan boshlab, ya'ni 500 dan ortiq Uyg'ur tutilgan. Shundan keyin Turkiyadagi Uyg'urlarning tutilishi to'xtab qolmadi.
Lekin boshqa davlatga tutilish biroz o'zgarish bo'ldi, lekin Turkiyada tutilish izchil o'zgarmadi. Men yaqinda tehi shu 12 oyda Turkiyadan tutilgan Uyg'ur 29. Bir oyning ichida. Shunga Turkiyadagi ahvol biroz og'ir xatarlashdi. Endi ishlarimiz qanday bo'lyotdi desa, biroz butunlay men yaxshi bo'lyotdi demayman, chunki bu G'arbda, Yevropada hozir millatchilik, irqchilik bosh ko'taryapti. Amerikada bu shu millatchilik, irqchilik bosh ko'tardi. Bo'libmi Yevropadagi masala bir qadar og'ir. Masalan, burun Yevropa davlatlari Uyg'urlarni qaytarmaydi. Hozir mening aniq bildiğim Norvegiya bir Uyg'urni qaytargan, qolgan yana bir Uyg'urni qaytarish oldida. Avstriya bir Uyg'urni qaytarish qarori chiqarib, uni advokatlar orqali kendiga yangan bo'ldi. Undan boshqa Shveysariyada, Germaniyada qaytarish qarori chiqib bo'lgan, qaytarilishini saqlayotgan Uyg'urlar bor. Bu yerdagi ta'silayotganning sababi birsi musulmonlarga qarshi nafrat, islomga qarshi nafrat, ondan bu millatchilik, irqchilikning bosh ko'tarishi qatorliq sabablar tufaylidan bizning masalamiz biroz murakkablashishga qarab yotdi. Lekin bu yerda umidsiz bo'lishning hojati yo'q. Chunki agar shu tutilgan qarindoshlarimiz o'zi qutulishni istasa, qutulishni xohlasa, uning do'stlari yoki urug' tuqqanlari shu Uyg'ur tutilib ketgandan keyin o'zini qochirib pulun puchqoq kirketmay, bir odamning tutilishi bilanla menmi tutildik ema deb qo'rqib ketmay, bizga yetarlik moslashsa, buni qutqizishning imkoniyati yana bor. Masalan, buni BDTga iltimos sunish uchun u tutilgan odamning bir tuqqani bizga vakolat berish kerak. Masalan, Arslon Istanbul tutildi desa, Arslonning ayoli cho'qim chiqib, "Mening erim, bu erimning iltimosini Abdulla Ayub nimaga sunsa bo'ladi, BDTga sunsa bo'ldi" deyish kerak. Demsa buni qilolmaydi bu birisi. İkincisi, axborot sunish uchunmi Abdulla tutilib ketsa, Abdullaning qizi chiqib, "Mening dadam tutilib ketdi, dadam haqsiz qamoqqa qilindi" deganni axborotchilarga, xalqaro tashkilotlarga deyish kerak, bizga shu vakolatni berish kerak. Ularning vakolati bo'lmay turib bu ishni qilolmaydi. Ondan bularmi shu har qaysi davlatlarda musofirlik salohiyati bilan yoki panohlik iltimosi sunish oldida qarindoshlarimiz so'z harakatlarga biroz diqqat qilish kerak. Masalan, bir misol deb bersam, bir qarindoshimizni dastlab bir nimaga dastlab shu lagerga qamaydi, qamagan chog'da bir Xitoy bilan qamab qo'yapti. Qamagandan keyin men u Xitoy bilan bil tumayman deb, nima ish qilmaysa desa, bu kofir cho'shqa go'sht yeydi debdi. Hamda uni qabul qilmagandan keyin menga telefon qildi, mushtaq qildi deb. "Hey, sen degan odamning o'zi kofir. Seni so'roq qilayotgan odamning, sendan avval so'rayotgan odamning o'zi kofir" bu birisi. Ikkinchisi, Yevropada cho'shqa go'shtni hammasi yeydi. Sen bu cho'shqa go'sht yeydigan kofir kim bundan bil tumayman desang, bu sana hech qanday foyda kelmaydi, sen aksi ziyon keldi. Yevropada, dunyoda, bo'libmi G'arbda islom qarshi biroz nafrat, musulmonlarning ba'zi ya'ni ba'zi nachar musulmonlarniki sababidan bo'layotgan bu bo'limsiz salbiy ko'z qarashni sen bu cho'shqa go'sht yeydigan kofirkin deb nima qilsang, bu kamsitish kirdi bu. Xalqning yemaylik odatini kamsitgan bo'lsan, xalqning islomga ishonmaganligini kamsitgan bo'lsan. Endi bu kamsitgan odamni xalq qanday olib sening bu bahonangni qabul qilib sana ayrim yer berdi. Shunga bu yerda yana bir sabab qarindoshlarimiz o'zimi gap so'zga diqqat qilish kerak. Xitoyni bosqinchi Xitoy, tajovuzchi Xitoy desak bo'ladi. Uni kofir Xitoy deyishning hojati yo'q. U bizning kofirlar zulm qilmayotdi bizga. Zaminimizni egallab olgan tajovuzchi, bosqinchi, zolim, faşist o'qchi zulm qiladi. Shunga gapni to'g'ri ishlatishmi? Shu Uyg'urlarningki tutqundan, so'roqlardan va panohlik iltimoslardan unumli etib ketishning bir yo'li. Amaliyotda dunyoda nima bo'lyapti? Yevropada nima bo'lyapti? Yevropada nima kayfiyat ko'tarilib ketyapti? Buning qanday taqobil turman deganni azroq bir gazet kitob o'qib yoki leksiyalarni anglab yoki mushtabir paranglarni anglab qolsa foydasi bo'ldi va o'ziga
bunun neticesi görülür demdi. Şu an bir şeyde bu sebep asas sebep diyemezsek mi? Lakin muşunda bir amillarımı var. Yani tutulup kalış, uzak durup kalış degan. Çünkü bu işlerin ahir adam qara qildi. Muşu bay dep ötdük, muş Tayland'daki qarindoshlarimiz. Bir gap taqaldı Türkiye'de. Siz bunun qana qaraysiz? Erdoğan hammasi bilan ko'rishib, ular bilan deyishibdi. Sen qo'lingdagi 4-5 Taylandni qo'ypa. Andan keyin bular Tayland bilan deyishib, shu sababdan bu qarindoshlarimiz saqlanib qoldi, yana Xitoyga qaytarilmadi deb bir mu xabar taqaldi, yani Türkiye mediasida. Bu xabarning ne kadar to'g'ri ya da xato? Bu xabar mening bu baykamdek yolg'on, qip-qizil yolg'on gap. Hech qanday asosi yo'q. Buni afsus bizningki Türkiye'deki nopozluq, dangliq erboblarimiz deb shudi. Ama shundoq yolg'on gapni da'vasanlar qarindoshlar. Ma Uyg'urlar bunday narsaga faqat ishonmaydi. Shu yolg'on gapni deb chavak ammoq havisiga o qadar dum tushmagan yaxshi. Xalq chavak chamisi mayli, xalq nafrat qilsa mayli, rost gapni qilayli, to'g'ri gapni qilayli, haq gapni qilayli. Undaq ish bo'lmagan bo'lsa, qip-qizil yolg'on gap. Undaq bir ish yo'q. Kaşki shundoq bo'lgan bo'lsa. Voy, kaşki Erdo'g'an shuni qila oladi. Shuni qila oladi. Masalan, 5 Taylandni qo'yib berib, G'azzaning ishiga aralasha olgan Erdo'g'an nimaning ishiga cho'qim aralasha oladi. Hozir Xitoy turmusi, ya'ni Turkiya turmusi yetayotgan Xitoylar bor. Shu Xitoylar bilan Uyg'urlarni almashtira oladi. Ya, Uyg'urlar emas. Shu Xitoylar bilan Xitoy turmusi yetayotgan Uyg'urlar bor. Hozir 57 Uyg'ur, Türk nüfusluq Uyg'ur. Xitoy turmusi yetayotdi. Türk nüfusluq. Faqat Uyg'ur bo'lganligi uchun umumiy tutquni tutilib, kesib ketgan. Uning ichida mening bir og'aynimning otasi bor, Mehmet Ali akam. 60 yoshgan odam 15 yillik kesilib ketdi. Ya Erdo'g'an uni emas. U Taylanddagi Uyg'ur fuqarolarini emas, Xitoydagi Türk fuqarolar Uyg'urni qutqusin oldi bilan. Şuna bir yerdeki yalgan sözlemeyle, xalqni aldımaylı, çavakka aşık olup, g'albi mastandılıqqa çümülüp, bu sabiy xalqimizni bu kadar yani ani tapmaylı. Bu to'g'ri mı bu narsa? Kaşki shunda bo'lgan bo'lsa, biz shuni duo qilamiz. Erdo'g'an bir insonga kelib bir kechida bir farishta dilga selib, shu Uyg'urlarga mana biz qabul qilamiz deb bir mayda bo'lsin. Ey Tayland, bir desin. Şu qarindosh bir qutulib ketsin. Lekin unda ish bo'lmadi. Bu ishni qilayotgan Nirula Alma xonimni aytdi. Tirishchilik ko'rsatyapti. Hozir Kambodjada mush Nirula men abiyam dedim o oilasi cho'qim vakolat berish kerak deb. Shu Taylanddagi qarindoshlarimizning Turkiya turayotgan oilasidan vakolat olish uchun hatto bir oilaning oldida 20 kun turgan. Vakolat bermasangiz ketmayman. Eringiz qamoqda ekan, men eringizni qutqizatdim. Şu erinizning vakolatni bana bermasangiz ketmayman deb 20 kun o'tgan İstanbul'da bir Uyg'urning ishini oldida. Biz bu kadar cahillik bilan kurash qilyapmiz. Yani eringni qutqizaman desimi, shu vakolatni bermaydigan cahillik bilan kurash qilyapmiz deydi Xitoylar emas. Bu jaholat bilan kurash qilyapmiz yani. Hem shunda avvalda qo'pib Erdo'g'an hem bu 48 Uyg'urni tutib qopdi, qaytirib qopdi. Unda gap yo'q. Buningga Marco Rubio'ning gapi bor. Marco Rubio qaytiras bo'lmaydi degan bayonoti bor. Ondan xalqaro tashkilotlardan kishilik huquqni kuzatish tashkiloti, xalqaro kechirim tashkiloti, qatorliq cho'ng tashkilotlarning besimi bor. BDT'ninki munosabatli organlarning besimi bor. Bo'libmi Nirullo xonimning mush ishni tashkillashdagi hol qilib to'pisi bor. Bunun asas sebebi nima bu vakolatni bermasiga va yoki oilasiga buna sahib chiqmaslikning asas sebebi nima? Endi buning bir qancha sababi bor. Birisi shu bizning bir qism yolg'onchi da'vogarlarimiz yolg'on gapni davirib, xalqni rost gapga ishonmas qilib qo'ydi. Yani Erdo'g'an qutqizdi, Davutoğlu qutqizdi, Savutoğlu qutqizdi deb yolg'on va'dani beraverib, oxiri bichora xalqimiz rost gapga ishonmas bo'lib ketdi. Bu yerdagi amaliyat shu. Biz uni butunlay xalqimiz nodon, xalqimiz jahil deb qo'ysaqmi, u reallikqa uyg'un emas.
xalqqa va'dini beraversangiz, oxiri xalq va'dingizdan hech qancha ishonmaydi. Bu birisi. Ikkinchisi, sizdek da'vogarning sababidan rost ish qildigan, qalbidan chiqarib shu ishni amalga oshirgan deydigan odamga ishonmaydi. Turkiyada ular o'xshamagan tashkilotlarga berib, o'xshamagan tashkilotlar bilan ko'rishib, ularning va'dasini talay qatlamlab anglab, allaqachon umidsizlanib ketgan. Shunga Nurullo xonimga o'xshash chin yuragidan chiqib, Uyg'urni qutqizsam bo'ldi deydigan fidokorligimi ishonmay nurg'un vaqt, nurg'un pul, nurg'un energiya isrof bo'lib ketdi. Endi bu sabab bu hamdi. Yana birisi, bu biz 2017 boshlangan umumiy tutqunni va tangli boshlangan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun 8 yildan beri kurash qilyapmiz. Lekin buni to'xtatmadik. Bu reallik. Mayli sen bo'l, mayli men bo'lay, mayli dunyo qurultiyi, kishilik qurilishi bo'lsin, biz qo'limizdan kelganini qildik, lekin to'xtatmadik. Buning uchun xalqimizdan kechirim so'raymiz. Xalqimizning umidsizlanishga haqqi bor. Bizni ayblashga haqqi bor. Qo'lingdan nima keladi? Shun sen haq bilan korim yo'q deyishga haqqi bor. Lekin hech qaysimiz xalqimizga bugun yoki at to'xtatib beramiz deb va'da bermagan. Chunki va'da hech kimning qo'lidan chiqadigan va'da emas. Shu va'da kimning og'zidan chiqsa, shu yolg'onchi. Endi buni biz to'xtatmadik. To'xtatmaganligimiz sababidan umumiy xalqimizda bir umidsizlik bor. Turkiyadagi xalqimizningki bo'libmi, Taylandda tutirilayotgan 48 qarindishimizning Turkiyadagi urug' tuqqanlarining, farzandlarining, tuqqanlarining umidsizlanishga haqqi bor. Sababi biz bu qirg'inchilikni to'xtatib, vatandagi qarindoshlarimizni qutqizolmadik. Qirg'inchilikni bir nima deymiz? Eng oddiysi hozirgacha axborotni tadrijiy tushirib qo'yyapmiz. Yani axborotlarda Uyg'ur masalasi burun har kuni cho'qim bir xabar, cho'qim bir cho'ng xabar bo'ladi. Hozir masalan yaqinda 2022dan boshlab toki 2024-yilning oxirigacha 51 ziyoli tutilib ekan. Shu xabarni o'xshamagan medialar bilan o'rtoqlashsammi, hech qaysi media xabar qilmadi. Burun 2018-yili bir Uyg'ur tutilsa, o'zangi ma'lum bu ish axborotdan diqqatni tortadi. Bir Uyg'ur tutilsa. Hozir 51 Uyg'urning tutilgan tizimlikini hamma narsa materiallarni bersekmi, bir media xabar qilmadi. Xudoga shukr, Erkin Osiyo bo'lib qopdiki, Erkin Osiyo to'xtamay Uyg'urlarga haqida xabar beryapti. Amerika ovozimi tirishchilik ko'rsatyapti. Lekin bundan boshqa bir media hozir bir Uyg'ur tutilibdi desa, oldirab chiq xabar ishlab ketmaydigan holga tushib qoldik. Endi buning sabablari har xil. Dunyoda oqibatda pul degan narsa hal qiluvchi, qarorchil rol o'ynaydi ekan. Bizning qo'limizda pul yo'q. Bizda aql, vijdon, sadoqat bo'lgan bilan bizda dunyodagi axborotlarni, dunyodagi siyosatchilarni, BDT'ga o'xshash xalqaro tashkilotlarni setib ola oladigan pulimiz yo'q. Xitoy bilan 10 Uyg'urni qo'yibetsang, 5 Xitoyni qo'yib bermaydigan bizda bundoq bir imkonmi yo'q. Unda bo'lgandan keyin bu ishda biz xalqimizga manch qadam mangduq, manch qadamdan keyin maqsad yetimiz deyamaymiz. Lekin hamdi xuddi Idris Hasanning qutulishimi tirishchanlik bilan bo'lgandek, Tayland turayotgan 48 qarindishimizning Xitoyga qaytarilmasligi tirishchanlik bilan bo'lgandek, hamma ish tirishchanlik bilan bo'ladi. Bundaq bir misol davomli keltirmayman. Ba'zi ishlar tez bo'ldi. Lekin dunyoda tez ishni tanlagan odamning g'alaba qildiganligi aniq. Agar bu qirg'inchilikni to'xtatish oson ish bo'lgan bo'lsa, men qilmagan bo'lardim. Nurg'un Uyg'ur bizning do'stlarimizmi qilmagan bo'lardi. Bu ish tez bo'lgach qilyapmiz. Bu birisi. Ikkinchisi, bu bir inson hayot mamat masalasi. Uchinchisi, Uyg'ursiz dunyoning ahamiyati yo'q biz uchun.
Şunun için kılıvatımız. Şuna bir yerde ümitsizlik buludu, keçiringlar, qutquzanmadık. Lekin şu narsa deyaleymiz, biz qirg'inchilikni to'xtatmagan bilan ostlatdik. Umumiy tutqun 2019-yildan keyin ostiladi. Hozir oilalar bo'yicha, binolar bo'yicha, yizlar bo'yicha tutqun uchraydigan ish to'xtadi. Bu birisi. Ikkinchisi, Xitoy mudofaaga o'tdi hozir. 10 ming kishilik Şinjan'ın hikayesini so'zlaymiz degan bir gapi bor. Janxo Şinjan qo'shi deb. O narsani boshladi. Ya'ni buning hammasi mudofaa. Mayli o'zini oqlash uchun, mayli hikoyasini to'g'ri so'zlash uchun, mayli bugünkidek xalqaro medialarni, xalqaro organlarni setib olib, shu fursatdan foydalanib o'zini haqliq ko'rsatishga tirishsin. Buning hammasi bizning qalbimiz. Endi bundan keyin mush hamda ya'ni Idris Hasanning ayoli baga vakolatga o'xshash xalqimiz bizning yenimizda tursa, gerçi o'tirib chiqmagan taqdirdami, qo'lidan keladigan mening akamning vakolati bu, mening singlimning vakolati bu, mening akamning tutilib ketganlik materiali bu, rasmi bu degan narsalarni ta'minlab bersa, biz yana tirishchilik ko'rsatamiz. Bizning bu tirishchiligimiz dunyodagi yana insoniyatni, insoniylikni, inson huquqini qo'llaydigan kishilarni ta'sirlantirdi. Yetib olgan odamga hech kim qarab qo'ymaydi. Hech bo'lmaganda oqsab bo'lsin, mengayotgan bo'lsangiz, yo'laydigan birisi chiqadi. Shunga mayli oqsaqmi, mayli osti mansaqmi, mayli tirmishib, yerda qolsaqmi, oldimizga bir qadam bo'lsin, mengishimiz kerak. Shunda bo'lgan chaqda bizga mengish birdigan, qo'limizni tortadigan odam cho'qim chiqadi. Bu kishilarimizni qutqizishmi, mushunga o'xshaydi amaliyotda. Men boshqacha qarayman. Mening xiyolimda tig'im uzunni o'ylayman endi. Sizning gapingizmi to'g'ri. Garchi bu naslda va yoki men ko'rmasammi, balki bir necha nasldan keyin, ya'ni inshaalloh hammamiz Janobi Haq inshaalloh jannatga kiramiz. Shu jannatda o'tirib oldimga birisi kelsa deyman. Kelgan chog'da salomlashsaq, sen kim u desam, maslana balki bu xiyoliy o'ylayapman. Sen kim u desa, men shu Sharq Turkistonni fath qilgan men deb. Qanday bo'ldi desa, işte meni kichik vaqtimda dadam sening videoringni ko'rsatgandi, sen bir gapni qilganding, u meni ta'sirlab munda bo'lganda, anda bo'lganda, anamniki nechilar o'tib biz hozirni o'ylamaychi, biz hozir qilayotgan ishlar balki keyingi naslga bir qulaylashtirib ishlarni, balki keyingi emas, bir undan keyingi bo'lsa-mi, men ashunga rozichu. Men ko'msam mayli. Ya'ni ash oxiratda ish qilib qandaylar bo'lmasin, bir skap ish qilib sen bir men asla o'ylayman. Men mening sababim o. Siz sababingiz dedingiz, lekin mening sababim o inshaalloh. Vaqtmi bir qoldi aka. Oxirgi siz boy degandek mudofaaga o'tdi. Masalan her zaman selishtirma, sizmi ko'rdingiz Isroil bilan Xitoyni. Isroil bilan Xitoyning bir cho'ng farqi bor. İsrail ko'z turib, urib turib, qanday qilsa deydi-chu. Xitoy qanday bo'lmasa, Xitoyni yaxshi deganim emas. Xitoy vahshiy eski Alloh bin belasini bersin, lekin Xitoy qanday bo'lmasin, bisim bilan men qilmadim, atmadim, turma yo'q, lager yo'q deylikchu. Bu ikki zolimning farqi bu endi. Xayrlisi deyli. Oxirgi so'zingizni olay aka, andan keyin ekranni yupasam bo'ldi. Mening bir oxirgi so'zim bor. Oldin qaytam Amerikada, Kaliforniyada qarindoshlarga rahmat. Oshkor rahmat aytish fursatim bo'lmaganday, Kaliforniyada 11 kunlik safarimiz bo'ldi. Bu yerda Uyg'ur qarindoshlarimiz nihoyat yaxshi hamkorlashdi. Bag'rini ichib kutib oldi. Ondan bu Kaliforniyadagi universitetlarda leksiya so'zlash fursatimiz bo'ldi. Shu yerda bir savol so'raldi mendan. Sen vataningga qayta oladiganligingga, qarindoshlarni qutqizalaydiganligingga ishonamsa dedi. Deganda, men Xudoga qanday ishonsam, xalqimizni
ata-analarımızı qutquzalaydiganligimga xuddi Alloh ishonigandek ishonaman. Hech kim mening bu ishonchimga savol qo'yolmaydi. Chunki bu mening dinim. Dedim. Shunga o'xshash vatandagi qarindoshlarni qutqizish bizning dinimiz. Barligimiz. Buningga hech kimning bizdan savol so'rash haqqi yo'q. Chunki biz shuning uchun yaralgan, shuning uchun yashayapmiz. Hech kimning bizni halqi Xitoy kuchlik, qudratlik, sizlar yer sharini menga ashta deganlar bo'lgan, yer sharini ta'tu aylantirmoqchi deb. Dunyoda dal shundoq yer sharini ta'tu aylantirib bo'lmoqchi bo'lganlar g'alaba qildi. Suvning iqishiga, tukning yetishiga, shamolning chiqishiga agashgan odamlar bu dunyoni o'zgartirmaydi. Amaliyot Uyg'urlar biz dunyoni o'zgartiryapmiz. Bu dünya Uyg'urlar bo'lmasa, qirg'inchiliklarning makoniga aylanib qoldi. Xitoy Uyg'urni qirsa, gap qilmagan dunyoga ato'gin yana bir davlat, masalan hozir xuddi Rossiya, Ukrainada qirg'inchilik qilayotgandek, yana bir davlat yoki yana bir davlatni bosadi, yoki o'z davlatidagi farqli til, farqli madaniyat kishilarni Uyg'urlarni qirgandek qirdi. Shuni biz amaliyotda dunyodagi kelgusi bo'ladigan qirg'inchiliklar va bo'layotgan qirg'inchiliklarning oldini olyapmiz. Biz o'zimizni emas, Xitoydagi 1 milliard 400 million xalqni qutqizyapmiz. Masalan, Urumchida 44 Uyg'ur o't ko'ymagan bo'lsa, Xitoy mushu vaqtcha koronaninki qamilida, koronaning turmusida qiynalgan bo'ladi. 44 Uyg'ur ko'ydi, dunyo bo'yicha namoyish qildik, Xitoylar namoyish qildi, shuning bilan Xitoylar bu qamoqdan qutuldi. Biz bugun Xitoyga qarshi, Xitoyning zulmiga qarshi, tajovuzga qarshi kurash qilyapmiz. Bu kurash Uyg'urning emas, 14 yani milyon, yani 1 milliard 400 milyon Xitoyni, shundaqla 7 milliard dunyodagi xalqni qutqizdi. Chunki Xitoyning qilmoqchi bo'lgani insoniyat o'rtaq gavdasini qurib chiqmoqchi, Xitoy rahbarlik qildigan. BDTni Xitoyninki qo'lchomga aylantirmoqchi. Tadrijiy holda dunyoga zulmni, tajovuzni haqliq ko'rsatib, qirg'inchilikni hech bo'lmaydigan darajada qabul qildirmoqchi. Biz shuning hammasiga qarshi turib, amaliyotda insoniyat uchun badal to'layapmiz. Men shu vaqtcha ba'zida deydi, sizlar u yerdan yordam talab qilsan, bu yerdan yordam talab qilsan deb. Mening o'rnimdan hech qanday ko'nglim yerim bo'lmaydi. Biz o yordamni o'zimiz uchun emas, ular uchun talab qilyapmiz. Agar bir kurash qilmasak, Xitoy Amerikani yeydi, Yevropani yeydi, dunyoni insoniyat o'rtaq gavdasining ichiga kirib qolmaydi. Biz dunyo xalqi uchun, insoniyatning madaniyati uchun, insoniyatning erkinligi uchun kurash qilyapmiz. Shunga bizning o'xshamagan yerlardan yordam, madad, qo'llash, talab qilish haqqimiz bor. Chunki askar degan xalqning bejiga, xalqning puliga kurash qildi. Qurbon berdi shunga. Shu bizning xalqdan yordam talab qilmayapmiz. Dunyoni qo'g'dayotgan haqqimizni talab qilyapmiz. Biz dunyoni qo'g'dayapmiz, insoniyatning huquqini, axloqini, g'ururini qo'g'dayapmiz. Shu bu yerda mening deydiganim, hergiz ümidsizlanmaymiz. Chunki bu bizning e'tiqodimiz. Hergiz qo'rqmaymiz. Chunki biz musulmon. Hergiz voz kechmaymiz. Chunki biz ikki dunyoda buning savobini, mukofotini olamiz. İnşallah. Bu yerda Sümeyye Aytuq qarindishimiz xato nim qilmasam, shu Saudiya Arabistonida tutilayotgan dadisi o deymi? O'sha Saudiyada tutilayotganlar qanday yordam qila olamiz deb, boshqa ishlarni qila olamiz deydi. Hozir biroz nima qilib ketdi bu. Men o'zimning telefon ko'rsam, mening telefon nomerim bor, menda telefon nomerim bor. Men o'zga deb beray. Tamam. Aka, anga savolim, masalan, abay siz yaxshi bir projeni o'tirib qo'ydingiz. Bilsiz, Trump kelgandan yoqi NED'ning va boshqa USAID'ning pulini kesaklik. Bu pul endi nereden keldi bu projeni yurgizish uchun? Bunu topimiz. Aldan bu ishni bir bismillah deb boshlaylik. Topimiz. Bana ishon. Topimiz.
Bir qo'shimcha so'raydiganim, ya'ni mushu masala, ya'ni mushu pul Hmm. kesilish masalasi. Ha, pul kesilish masalasi bu biroz murakkab masala. Lekin bir ish yapilsa, minglagan ishlar ochiladi. Men umid bor. İnşallah. Hı. Bulaka, ang oxirgi so'zingiz mushu muhmidim, lekin shu ekronni yiptama agar boshqa so'zingiz bo'lmasa. Başladı yo'q, rahmat. Bo'ldi, Kim qarindosh. İnşallah. Vaqt chiqirganingizga rahmat. Alloh razı olsun. İnşallah başqa İdris Hasanlar qutulishga hammamiz chin yuragimizdan duo qilamiz. Kela qatim kurashgacha omon bo'linglar qarindoshlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. I stole Radio.